5 sekund mobaynida uzmasdan puflab turasiz. Bu shuni. Qarab turamiz. Qarab turing. Necha milligram? 0.75. 75 mi? Qarang, yaxshilab qarang. 0.755. 755. Hop. 755 milligram alkogol masli holati sizda aniqlandi. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 131-moddasiga asosan sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Alkotesterimizda nima e'tirozingiz bor? Hech qanday e'tirozim yo'q. E'tiroz yo'qmi? Hurmatli haydovchi, siz 75-884 tez yordam maxsus avtomashinasini boshqarib keldingizmi? Albatta. Qayerga ketayotgan edingiz? Vizitga Vizitga. Siz mashg'ulda transport stansiyasini boshqarishga sizga mexanik ruxsat berdimi? mexanik ruxsat bermagan. Obedda 100 gramm nima? Hali vizitga ketyapsiz. O'zgalarga hayot siz uchun qiziq emasmi? Albatta. Qiziqmi? Qiziq bo'lsa nima uchun siz spirtli ichimlik istemay qolib transport stansiyasini boshqaryapsiz? Siz mana qarang, tez yordam xizmat avtomashinasida. Xizmat ko'rsatma qo'shiladimi? Bemorda bo'lgan qanday ketasiz? O'zi bemor bo'lsa, bemorda hayotda ikkita vrach feldsherda hayot sizda qo'yingda. Endi qilgan ishimizdan ozgina pushaymon yeymizmi? Ozgina asabbuzarlik bo'lgan shuning uchun 100 gramm ichganmiz. Hech qanday nimamiz yo'q, e'tirozimiz yo'q.